İtot ya bu itot. Nima ko'rib ketdingni qiltiriq bey? Qaradaş ma bir program var geldiğine 10 dakika kızıl bang bang tane turdu qara. Men bir bala chiqdi ekan. İşte o qarab ma biraz yara qalsam şunu ep xotin qildi ekan. Bu ancha qizmaydi. Yana birsi bor. Bo'ldi qilay sattashmay degan bir program bor. Aldin qitim ko'rib qoldim degina bir qiz olib chiqib dadini to'kib qoldi ya qara. Deydi de. Asam nim bo'pti? Maç qizlarni yeyotdi-ku. Desa, o'g'il qopoq degan turuk bo'dak bo'lgan. Olaveramsan. Benim uyliq oyoq olib ketdi. Aka. Ariyasat chigan. Aka, oldin qitim bir oyoqni do'stim olibdi deb oldi. Ma'qul deb pulni berdi. Agaplam qo'ydi. Nemish kiymaysan 200 qo'yliq oyoqga kiymayman deydi. Desa, ha 200 qo'yliq oyoq olganga kiymayman-da albatta desa. Yine uy qaytmas. Yomon qiziq. Hozir bunda programda bekchiq kan xalqning ishidan o'xshaydigan. Xotin tanishtiradigan, jidal majalan araydigan chiqib ketdi unday programda. Ya adaş. Biz şu xalqqa qolaylik bo'lgan programmadan birini qilib baqamdiq ya. Qanda ajinhaynilda birini qilmoqchimiz. Va yaqindami emas. Ish qilibmish xalqqa qolaylik, jo'mda qolaylik yaratib beradigan programmadan birini qilib baqsam. Qanda qilaylik. Hozir jamiyatda qarz elib qaytolmaslik bak eg'adingni. Biz programmaning ismini yaxshi o'ylashib manda qilib qo'yaylik. Qaytiraylik xalqim. Qaytiraylik xalqim deb bir programma qilaylik. Qanda? Ya ma'lum bo'ldi ekan lekin. Lekin qanday bo'lar bu? Bu qara, manda bo'ladi. Yaxshimisizlar do'stlar? Men sizlarningki riyosat do'stinglar qari ko'z bo'laman. Bizningki qaytiraylik xalqim degan programmamizga kaylanlarni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bu programmamizni nima ish qilamiz deganda, bizning bu programmamizda qarz elib qaytolmayotgan, qarzni berib qo'yib, ololmayotganlarningki jidal majaralarni araydigan bir programma. Qani biz hozir sahnimizga birinchi bo'lib taklif qildigan inson bo'lsa, birsiga qarz bergan, lekin 3 yilning yo'qi ololmay bosh taraf nurg'un aziyat bo'lgan, yan bosh taraf qavziyat bo'lgan shu insonni mana hozir sahnimizga taklif qilamiz. Qani qarshi olaylik. Yaxshi ma'noda aka, bizlar qo'y. Epiranglar aka. Olamiz, oldirma. Bu so'rangmi, nima bu qo'ygan beshimga. Appirimiz bu shu appagini keldik bu yerga. 3 yil chidabsa, bir soat chidamamsa, sendan so'raydigan savollar bor, men tomoshabinlarga qiziq qolgan savollar bor. Hozir so'raymiz. Hammasiga javob bersang, anandan aldırmay hal qilamiz bu ishlarni. Qanday? Ma'qul. Birinchi savol. Sening isming nima o'ynayman? İsmim Serdar aka. Sen bu qarshi tarafga nech pul bergansan? 10 ming so'm naqd pul bergan aka shu. Sen bu pulni qarshi tarafga o'z mayling bilan berganmi? Yoki tunda so'rinda aqsoliq qilib berib qolganmi? Yoki mas'ul qilib berganmi? Yoki bo'lmasa qarshi tarafdan chiroyli songlisi bormi? Avliya azam kensi aka naqd topding. Shu bir songlisi bordiki, berme degan tek şu 10 mingga beritme podaqchilik. Keyin songlisi yo'ldish va ki, ishga kirgan bolasi va ki, yandir bolasi pensiondagi aka. Mana tomoshabinlar hammamiz anglag'inimizdek asli bu yerda bir muhabbat hikoyasi yoshirilgan ekan. Qizchaqni olaman deb qarz berib akasiga kuchaytirish uchun muhabbatning o'tini qarzni bergandan keyin surishtirsa qizchaq chiqibdi haqning xotini. Oldin bunda bilgan yigit darhol bergan pulni so'rabdi. Mana hozir qarzni ololmay boshmaltaqni so'rabdi. Nima ish qilyapsa, sarang? Pek payizga qilsang aka. Nima qilganing bu? Juqsin dedim. Yaxshimisizlar do'stlar? Endi bizning sahnaga taklif qilgan kishimiz bo'lsa, to'y qilib qo'ygan singlisini toboga chiqib qaqdi yojinga borgan, topshaqchan bo'ladi. O odamni mana hozir sahnaga taklif qilaylik. Qani marhamat. Yaxshimsiz qari ko'z riyosatchi. Men sizning pintozingiz juma men deb qo'yay. Siz bayda sizni ko'rmada mush programmaga yomon tasdiq keldim men. Rahmat. Vishin qachilish oldi. Yaxshimisiz.
Yaxshimisiz? Birinchi savolimiz bo'lsa, sizning ismingiz nima bo'ldi? İsmim Merdan. Mardan efendim, xush kelibsiz. Bugungi bu programmamizda mana bu yoq sizni shu 3 yil burun mendan 10 ming pul olgan deb bizga shikoyat qilib keldi. Biz shuning uchun sizni chaqirdik. Endi siz bu pulni bugun siz cho'qim berasiz. Bersangiz berasiz, bermasangiz berasiz. Mikrofonni ko'dingiz alaydirayrak turdi. Yeb qilmang, men buni eng yaxshi ishlatmay. Man tanıymayım ben. Bu elimizde 3 yıldan alır bir olmasın ağam ben bunu ondan. Kapak var. Ben sen olmasın alıma da mişek ekçi arzıkıp geldin mi beni? Özel olmasın mişek bir yerde de böyle kopsan da beni. Sınırım ne bir destek yaptırıp aran ağan olmasın ne kaytıramdım ben sana. Neden bir kapak var ne mekan seçme? 3 yıldan yakı var olmasın alıma edip güçe olmasın tepaltan ağa sen ha. Nime degan müddet nime bu? Rahmat sizga. Tomoshabinlar, sizlarni ko'ryapsizlar. Hozir bu Mardan efendimning o'zbekistonlik davlelari bor ekan. Amaliyotda bu davlelar intayin tetkisiz bo'lsa-mu, yana ham bu bir odam bo'lganki o'zbekistonlik ko'z qarashlardan so'zladi. Endi bu yerda biz alaydan taklif qilib kelgan ma'lumimiz bor. Shularning bir fikrini anglab baqsak. Yaxshimisizlar, yaxshisinlarmi tomoshabinlar? Men dangliq iqtisod yetakchisi, dangliq iqtisod ma'lumi Michael ma'lum bo'laman. Men bu programma intayin xush bo'ldim. Hozir mashki inimizniki hikoyalarini anglab shunda afsuslandim, shunda ko'nglim yerim bo'ldi. Bizning yoshlarimizning orasida hozirmi mushta eski illatlarning borligini qarab intayin ichim tutitlab ketdi. Endi telefon kelib qoldi. Telefon qilayverdi, ma'lum tatmin qilib. Davamlashtiraylik. Endi mayinimizga 10 ming qo'y berib 3 yil bo'libdi, alanmabdi. Bu ish intayin bir paskashlikchi bu. Cho'qim qaytarish kerak bu og'am pul deganni. Bir minut. Voy. Bermayman qanaqa qilsa? Bermayman. Isboting bormi? Sen qachon men pul berding? Bermayman. Qo'lingdan kelganini qil. Men sen dadangni 10 ming qo'yib bermagan o'z vaqtida. Sen nima menga? Qapoq voy. Satoldi, pulni og'am pulni cho'qim qaytarish kerak. Enim siz cho'qim yaqin pulni bugun qaytaring. Qaytarmasangiz qat'iy bo'lmaydi. Siz qaytarmasangiz bu odamiylikka yarashmaydi bu ishlar. Qanda? Sizlar cho'qim qaytaringlar. İnem, ben sana yeni bir qitim fursat berang. Hozir singlim yo'ldosh bilan toz yaxshi emas degani. Ajrashadigandan gapi bor. Sen yana 10 ming berib tursanki, men seni ash ikki balning dadisi qilib qo'ydiganga bir tirish baqay. Qanda? Ya nima deydi aka mavo ya? Birga bir qo'ydi aka biz miyaga. Birga bir qo'ydi aka bugun. Qo'yibma buni. UFC mi bu? O'zingni besivol, o'zingni besivol ha? Qapaz emas mavo, sahna mavo. Sen pulni bugun beramsan, bermamsan? Gapning ochiqini qilay, riyosatchi, qarib ko'z. Men ma pulni bermayman. Mening o'zimning dadi o'zimga hozir. Men rost gap qilsam, eg'ir qavziya. Men o'zimning dadini o'zim aran tatib ketib borman. Nurg'un dorilarni ishtam yo foyda qilmadi. Anınğa dep qo'ying, men bu pulni bermayman. Inem, mening gapini angldim. Sen qanday o'ylashyapsan? Sadg'ama. Ben xo'shal bo'lsinlar. 20 yilda sadg'am bilan yashayot qilyap. Rahmat deyaynim men, o'zimning. Yaxshimisiz tomoshabinlar, bugungi programmamiz shunday yaxshi elib berildi. Bo'lgan voqeani, bo'lgan fojiani o'zinglarmi ko'rdinglar. Bu yoq bo'lsa, pulni sadag'am qildi. Bu yoq bo'lsa, sadag'amni o'shanday holatda qabul qildi. Endi programmamizni oxirlashtirish uchun eng oxirgi minutlarni bizningki Michael ma'lumga beraylik. Michael ma'lumniki yaxshi so'zlar bilan bizning bugungi programmamiz o'shada oxirlashadi. Qani, Michael ma'lum. Sizlar tomoshabinlar mana hozir gap qilishni o'tdi. Yana menga kelib qopti. Endi bugungi fojiani oxirlashganini o'zinglar ko'rdinglar. Ma'inimiz bilan mardlik holatda bu pulni sadag'am qildi. Ma'inimiz o'shanlar holatda bu sadag'amni qabul qildi. Endi sana deydiganim mening bundan keyin bunda qalay qadamlarga pul bermagan. Agar yaxshi pulni
tuyuqsiz yov pullar kirib kelib qolsa, mana ishini qaytishib olaydi. Mana desam, men seni saqlab bersam bo'ladi. Endi ma'inim bo'lsa kelib qolsak, sen endi qon bilan kirgan qo'ygan bilan chiqadi, sen bundan keyin texmo pul qarz ilayotgan vaqtlaringda ahvol qarab, bunday qilib unutuldirib o'taydigan bir shaxslar bo'ladi-ku, pulning jiqligida. Anda odamlarga hujum qilsam, yana bunday yerlar sharmanda chiqib yurmaysan. Endi sana anaqada qildigan adroq so'g'anba, men qavziyat deb abaytiyaqda qaqshab ketdim. Mana Gulparaninki punus urug'ida yasalgan mahsulotdi. Bu mahsulotni ichib, vaqt-vaqtida ichib, bunun ko'ngilli qo'yimchoqlar davomlashishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. 抖音。